Hayotda shunday yashangki, o'rningizni bosuvchi odam bo'lmasin. Bir yigitcha taksofonda qo'ng'iroq qilib ish so'rayapti. Assalomu alaykum, sizlarga mabodo bog'bon kerak emasmi? Desa, u tomondan yo'q, rahmat, juda ham bir yaxshi bog'bonimiz bor degan javob berishdi. Men o'sha bog'bonni yarim oyligiga ishlayman, iltimos meni ishga olingizlar desa, yo'q deyishdi. Yigitcha oxirgi taklifini aytdi. Men tekinga ishlayman. Ovqatimni berib tursangiz bo'ldi. Bu ish men uchun juda ham muhim. Iltimos meni ishga olingizlar desa, xafa bo'lmang yigitcha, bizni bog'bonimiz juda ham yaxshi, biz uni bo'shata olmaymiz deyishdi. Go'shakni qo'ygan yigitchani kuzatib turgan bir inson aytdiki, juda ham tirishqoq yigitcha ekansiz. Menga ishlaysizmi? Men sizni yordamchi qilib olaman va juda ham yuqori haq to'layman desa, yigitcha aytadiki, aka men o'sha uyda bog'bon bo'lib ishlayman, qay darajada sifatli ishlayapman, qiymatim bor, o'shani tekshirib oldim xolos. Rahmat taklifingiz uchun degan ekan.